Assalomu alaykum. Men Sardorbek Sa'dullayev. IT shaharchada robototexnikada dars beraman. Hozirgi kunda robototexnika sohasida gumanoid, ya'ni odamsimon robot proyekti ustida ham ishlayman. IT shaharchamizda robototexnika bo'yicha o'qiyotgan o'quvchilarimiz 5-sinf, 8-sinf oralig'ida. Yana yangi keladigan o'quvchilarga 5-sinfdan katta o'quvchilarni tavsiya qilaman. Chunki 5-sinfdan kichik bo'lgan o'quvchilarimiz o'yinqaroq bo'ladi va bizda darslarimiz robototexnika bo'lgani bilan kompyuter savodxonligi, dasturlash, elektronika bilimlarini talab qiladi va bu bilimlarni o'rganish vaqtida yosh o'rganuvchilarimiz zerikib qolishi mumkin yoki chalg'ishi mumkin. Kirish sifatida nazariy bilimlar o'rgatiladi. Doskada chizib, ko'rsatib o'rgataman. Keyin amaliyga o'tamiz tezroq, chunki yosh bolalar zerikib qoladi. Yangi kelmoqchi bo'lgan o'quvchilarimizni ham IT shaharchaga taklif qilaman. Chunki bu yerda IT sohasidagi barcha yo'nalishlar mutlaqo bepul o'rgatiladi. Bepul bo'lgani bilan ham professional darajada o'qituvchilarimiz tomonidan o'rgatilinadi. Bu yerni nimaga taklif qilaman? Chunki bu yer IT shaharcha tizimi prezident farmoni asosida ishga tushirilgan bo'lib, O'zbekistonning deyarli 12 ta viloyatini chekka hududlari uchun ishlab chiqilgan. Ya'ni barcha aholisi o'rtasida IT salohiyatini rivojlantirish, ularda IT bilimlarini kuchaytirish, rivojlantirish va bu ustida yangi texnologiyalar ishlab chiqish uchun yurtimizda hozirgi kunda ham IT shaharchalar qurish davom ettirilmoqda.